Bugun YouTube sahifamda Turkiyadan deport bo'lganlar Yevropaga keta oladimi? Qanday o'tadi Turkiya orqali? Kiprga bora oladimi? Shimoliy Kiprga, bilasizlar, Kibris deydi Turkiyadagilar. O'shanga bora oladimi Turkiyadan deport bo'lganlar? Ya'ni deport ochilmasdan deyapman hozir. Va Turkiyadan deport bo'lganda O'zbekistonga kelib boshqa davlatga viza olishda muammoga duch keladimi? Shu haqida gaplashamiz. Eng birinchi savol bu Turkiyadan deport bo'lib kelib Yevropaga viza olish haqida, Schengen viza. Bunda muammo bo'lgan yo'q. Shaxsan men sizlarga tirik misolman, o'zim Turkiyadan deport bo'lib, Turkiyaga kiritilmasdan 5 ta kod bilan qaytarib yuborilgan odamman. Menga qo'yilgan kodlar bo'yicha agar o'sha O'zbekistondagi viza shirkatlar, konsalting shirkatlar aytadi-ku, "Voy, sizni Turkiyadan deportingiz bor ekan. Shuning uchun sizni vizangiz chiqmadi" deb pulni qaytarib olishdan, qaytarib berishdan rad qilib, sizni deport bo'lganingizni bahona qilishi mumkin. Mana shularga ishonmanglar. Shaxsan men o'zim Turkiyada deportatsiya markazida o'tirganman, ya'ni sudlanib ham chiqqanman, oqlanganman, sudlanib, undan keyin O'zbekistonga kelib, oradan 1 yil, 2 yil o'tib Turkiyaga borib, kirgizilmasdan qaytarib yuborganman. Mendagi kodlar bo'yicha o'zi aslida viza berilmasligi kerak edi. Menga qo'yilgan kodlar bo'yicha. Lekin men vizaga topshirdim Ispaniya elchixonasiga, Schengen vizani olib, Yevropaning 20 ta davlatidan, o'sha 27 ta, 29 ta davlatdan 11 tasini sayohat qilib kelganman. Va yaqinda bir qiz telefon qildi. Men dedi Germaniyaga viza qildim. Vizam rad keldi. Konsalting firma Turkiyadan deport bo'lgan ekansan, sen shuning uchun senga viza chiqmadi deb $500 $1000 pulni qaytarib bermagan. Bunaqa murojaatlar ko'p bo'ladi. Ularga ishonmanglar. Turkiyadan deport bo'lganlarning vizaga aloqasi yo'q. Men o'zim tirik misolman. Bu birinchi savol. Ikkinchisi, Turkiyadan deport bo'lganlar Kiprga kira oladimi? Kipr, Shimoliy Kipr haqida gap ketyapti, Janubiy Kipr haqida emas. Shimoliy Kipr mustaqil, faqat Turkiya davlati tomonidan tan olingan Kibris, Shimoliy Kipr Turk Respublikasi va ularning alohida chegarasi bor. Turkiyadan deport bo'lgan odam Kiprga bora oladi. Hozir ayni paytda ham men shaxsan tanigan Turkiyadan deport bo'lgan 20-30 ga yaqin odam, yurtdoshlarimiz Kiprda ishlayapti. Uy ishda ishlayotgan bor, restoran, barlarda ishlayotganlar bor, endi har xil ish qilayotganlar bor. Ular qanday boradi Turkiyaga? O'zbekistondan chiqadi, Sabiha Gökçen aeroportiga boradi, Pegasus aviakompaniyasi yoki boshqa Turkiya aviakompaniyasidan Turkiya chegarasiga kirmasdan samolyotda, mana O'zbekistondan chiqdi, samolyotga mindi, Turkiya aeroportiga bordi, chegaraga o'tmaydi, tranzitdan yana Kiprga ketadigan samolyotga minib uchib ketadi Kiprga. Faqat Kipr O'zbekiston fuqarolari uchun vizasi bo'lgani bilan приглашение kerak yo'q, ya'ni taklifnoma kerak. Siz shunchaki bora olmaysiz. 1 yil, 2 yil oldin u yerga turlar bor edi O'zbekistonda, lekin unchalik o'xshamadi. Sababi, mikrofonim ishlayaptimi? Sababi turistlarga yoqmadi, to'g'ridan to'g'ri reys bo'lmagani uchun. Oldin Turkiyaga, Turkiyadan samolyotda keyin Kiprga borish kerak edi. Shuning uchun u tur o'xshamadi. Aslida O'zbekiston fuqarolari vizasi bo'lgani uchun Kiprga boradi. Tomosha qiladigan joylari ko'p. Ya'ni Kipr masalasini yopdik. Bu haqida menda faktlar ham bor. Bemalol o'sha hozir Turkiyadan deport bo'lganlar kommentga kirib, haqiqatan ham men Turkiyadan deportim bor 5 yil, hozir mana Kiprdaman deb izoh qoldirishi mumkin. Keyingi masala bu Yevropaga o'tish. Bu ham Turkiyadan deport bo'lib kelgan bo'lsangiz, Bolgariyaga bo'lsin, Germaniyaga bo'lsin, Fransiyaga bo'lsin, vizangiz chiqqan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri reys sizga qimmatli qilayotgan bo'lsa yoki to'g'ridan to'g'ri reys Yevropaga bormoqchi bo'lgan davlatingizga bo'lmasa, siz yana xuddi shunday Kiprga borgandek O'zbekiston Istanbul, O'zbekistondan Istanbulga borasiz. Istanbuldan chegaradan o'tmaysiz. Tranzit yo'nalishi orqali, yana tranzitdan foydalanib, samolyotingizga minib Yevropa ittifoqiga, o'sha Bolgariya bo'lsin, Germaniya bo'lsin, Fransiyaga bo'lsin uchib ketaverasiz. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu ikkita bir xil aviakompaniya oling. Ikkalasi Turk havo yo'llari bo'lsa juda ham yaxshi. Ikkalasi Pegasus bo'lsa undan ham yaxshi. Pegasus endi O'zbekistonda yo'q. Misol uchun Shimkentda bo'lishi mumkin, Qozoqda bor yoki O'shda bo'lishi mumkin, Qirg'izistonda. O'shanda Sabiha Gökçendan Yevropa ittifoqiga. Kiprga ham xuddi shunday. Ikkita bir xil aviakompaniya bo'lsin va bagajsiz olinglar. Iloji bo'lsa, agar mabodo ikkita aviakompaniya olib qolsanglar ham, mabodo endi olishni maslahat bermayman, bagajsiz bilet olasizlar. Chunki siz deylik bu yog'i Istanbulga O'zbekiston havo yo'llari, Istanbuldan Yevropa ittifoqiga Turk havo yo'llari bagajli bilet olib qo'ysangiz, siz birinchidan Turkiyaga kira olmaysiz, bagajingiz mana bu yerda qolib ketadi. Bunaqa holat bo'lgan O'zbekiston fuqarolari ichida, yurtdoshlarimiz ichida. Mana shu 6 yildan men shu ishni ichidaman. Mana shu mavzu bugunga qo'shimcha fikrlaring bo'lsa, so'kinmasdan, kengroq fikrlab, odamlarga foydasi degan kommentlaringni, izohlarni yozib qoldiringlar. Foydali komment bo'lsin. Menga rahmat aytsanglar ham mayli. YouTube sahifamga obuna bo'lib, videoga like bosib tarqatib qo'yinglar. Bo'ladi.